meni Gulistonim 19 yoshimda yaqinda qaytaman deb xatladim ostona meni Gulistonim. Hokimlarning xalq bilan ochiq muloqotga chiqishi va muammolarni joyida hal qilish samaradorligi oshayotgani haqida nima deya olasiz? Endi ijobiy ketyapti hammasi, chunki sababini aytadigan bo'lsak, bu ochiqlik bilan ishlayotganimiz, har bitta o'sha fuqaromiz, xalqimiz bizga o'zini qiynab kelayotgan savollari, qiynab kelayotgan bir qanaqadir bir masalalari bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri bizga murojaat qiladi. O'sha ko'chada yurganimizda yoki bir murojaatga borganimizda ular to'g'ridan to'g'ri ochiqlik bilan bizga murojaat qiladi. Biz uni esa joyida ijobiy yechishga harakatini qilyapmiz. Chunki sababi har bitta rahbar, ya'ni ochiqligi bu mas'uliyatni oshiradi. Har bitta xodimni ishga nisbatan o'sha nima deydi, qilinayotgan mehrini o'shani o'zida ko'rsatib bersa bo'ladi. Bu yolg'ondan yolg'on nima deydi, yolg'on bir ishni yopish yoki bir yolg'on bir bajarilmagan narsani bajardim deyishni oldini oladi deb bilaman. Rivojlanish uchun harakat qilayotgan hokimlarga duch kelayotgan qiyinchiliklar nimalardan iborat? Bir narsani aytib o'tmoqchiman-da, bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan har bir imkoniyat yaratib berilgan, ya'ni biz hokimlarga qiyinchilik degan narsani o'zi yo'q. Chunki har bitta narsani o'zini yechimini qilib berganlar. Faqatgina bitta narsani aytishim mumkin, faqat ishlash kerak. Siqadildan harakat qilish kerak, ishlash kerak. Nima deydi, xalqning roziligini olish kerak. O'sha belgilangan vazifasini o'z vaqtida bajarib qo'yiladigan bo'lsa, bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Hokimlar tashabbuslari ko'rinib turibdi, lekin ularga berilayotgan yuklama va qiyinchiliklar qanchalik ta'sir qilmoqda hokimlarimizga? Yuklama va qiyinchiliklar degan narsa sal men u narsadan uzoqroq nima qilmoqchiman, chunki boya aytib o'tganimdek, har bir imkoniyatni ega kesimi bilan qilib turib bizga qilib berishgan. Biz xalqni nima deydi, murojaatini, xalqni fikrini eshitish uchun lavozimga qo'yilganmiz. Biz hurmatli prezidentimiz bizga bergan vakolatlarni har bittasini yechimi bilan qilib berganlar. Bu qiyinchilik degan narsani o'zi bo'lmasa kerak, faqatgina ishlash kerak, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Tushunarli, rahmat sizga. Bugungi kunda ayrim hokimlar kamera va axborot vositalaridan o'zini chetlashyapti. Bunga qanday baho berasiz? Bu shaffoflikka putur yetkazmaydimi sizningcha? Bu shaffoflikka putur yetkazadi. Chunki bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kameradan, ya'ni ommaviy axborot vositalaridan chetda qochib yurish degani bu noto'g'ri narsa. Chunki har bitta hokim lavozimida yoki uning o'rinbosari bo'ladi, yo rahbarni oladigan bo'lsak, agarda o'zi shu belgilangan vazifasi, belgilangan yo'nalishi, belgilangan ishi bo'yicha o'zi ichiga kiradigan bo'lsa, unda qochib yurish degan narsa bu sal noto'g'riroq bo'lib qolsa kerak deb bilaman. Chunki nimaga deganda har bitta savolga o'zi tayyor turadi. Biz ko'rganmiz, masalan shu narsani ichida yuribmiz. Ko'p hokimlarimiz intervyu berishdan bosh tortishadi-da. Yo'q, nimaga biz beraveramiz. Hokimlarimiz, hokim o'rinbosarlarimiz, shuning uchun sizdan so'radim. Xalq xizmati ko'p vaqt oilangizdan ayirib qo'yadi. Bu borada kasb tanlashda sizda hech afsuslanish bo'lganmi? Yo'q. Afsuslanish bo'lmagan. Sababini aytadigan bo'lsam, har bitta narsani o'zini rejasini oladigan bo'lsak, ishga ham ulgurishimiz mumkin, oilaga ham ulgurishimiz mumkin, yaqinlarga ham ulgurishimiz mumkin. Chunki agarda ishni taqsimotini to'g'ri qo'yib olmasangiz, nafaqat hokimlik, balki boshqa lavozimda ham bu siz aytib o'tgan, sanab o'tgan narsalarni bajara olmasligi aniq, fakt bu. Biz hokim bo'ladigan bo'lsak, o'zimizda har bittamizda o'zimizda ish rejamiz bor. Ish rejamizga asosan o'sha ish rejamizni o'z vaqtida bajaradigan bo'lsak, siz sanab o'tgan narsalarga hammasiga ulgurish mumkin. Tushunarli. Va bu savolimdan siz shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Xodimlarning ish vaqti tugagandan keyin qolishi, bu ish zaruratidan kelib chiqadimi yoki rahbarga o'zini yaxshi ko'rsatishmi? Yo'q, bu narsa xodimlarni ishdan keyin qolib ishlashi degan narsaga juda men qarshiman. Chunki sababi shu belgilangan vaqtda bajara olmagan xodim bu o'sha o'zini o'tirgan lavozimdagi mutaxassis emas deb hisoblayman.
agarda o'sha belgilangan vaqtida o'zini ishini uddalay bajara olsa, bu haqiqiy yaxshi mutaxassis xodim deb bilaman. Endi bir narsani aytib o'tdingiz, rahbarga yoqish uchunmi degan narsani. Yo'q, meni fikrim, rahbarga unaqa kechasi bilan o'tirib ishlaydigan xodimlar u jihati bilan yoqadi degan fikrda emasman. Chunki nimaga deganda, rahbar beradi o'sha topshiriqni, rejasi asosida o'sha topshiriqni vaqtida bajaradi. Bajargandan keyin borib turib boshqa yana qiziqarli bir o'zini, ya'ni oilaga yo bir sportga yo bir qanaqadir bir nima deydi, qiziqadigan o'zini hobbisiga borib turib ham shug'ullansa bo'ladi. Men juda ham qarshiman kechasi o'tirib ishlab, kimgadir yaxshi ko'rinaman deyish. Yo'q, bu yaxshi ko'rinish bermaydi bu narsa, chunki o'zini vaqtini o'zi o'g'irlagan bo'ladi. Chunki kechasi qolib ishlagandan keyin bu ertasi kunga unga juda ham qattiq ta'sir qiladi deb bilaman. Va hammamizga ma'lum, siz viloyat hokimining eng yaqin hududidagi hokim hisoblanasiz. Bu siz uchun qanchalik qulay yoki noqulayliklarni tug'diradi? Menga qulay. Qulay. Noqulayliklar? Yo'q, noqulayliklar yo'q. Endi qanaqa bilmagan narsamizni o'rganishimiz osonroq bo'ladi. Masalalarimizni yechilishida yaqinroq oldilariga borib murojaat qilib, masalalar yechishimizga, undan keyin esa nima deydi, har doim o'sha nima deydi, yaqindan aloqa olib borib, bilmagan narsalarni o'rganishimiz osonroq bo'ladi. Insonlar bor qo'sh tirnoq ichidagi hokimlar nima qilyapti, ishlamaydi, o'zlari yeb yotibdi degan insonlarni farzandlari ham hokim bo'lishini va hokimlik mas'uliyatini zimmasiga olishiga tilakdosh bo'la olasizmi? Bor, xalqimiz ichida shundaylar bor. Yo'q, endi bitta narsani aytmoqchiman-da. Hammaning o'zini tilagi, niyati bor. Kimdir orzu havas qiladi, kimdir esa u narsani xohlashmaydi. Men endi kimlardir fikriga qarab turib, shunaqa bo'lsin, bo'lmasin deya olmayman. Hammaning o'zini peshonasiga yozilgani bor, o'zini qiziqqani bor. O'sha nimaga peshonasiga yozilgan bo'lsa, nimasiga qiziqadigan bo'lsa, shu narsasiga yetishishini xohlayman. Bu negativni fikr bildiradiganlarga yoki bir noto'g'ri fikrlaydi deb turib, ularni men nima deydi, qoralamoqchi emasman. Chunki ularda o'zini fikri bor, o'zini nima deydi, so'zi bor. Shunaqa deb o'ylayman. Har qanaqasiga uniki to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsa, haqiqatan uniki to'g'ri deb hisoblanadi. Deb bilaman. Endi ularga qarshi borib bir fikr bildirishga, negativ fikr bildirib, yo'q, unaqa narsa yo'q. Tushundim. Va hozirgi savolim boyagi savolimga yaqinroq. Tungi soat 9:10 da xodimlarni yana ishga chaqirib olish. Bu nima deb o'ylaysiz? Noto'g'ri yondashuvmi yoki ishga haqiqatan aloqasi bormi bu narsani? Agar buni xalq xizmati deb oladigan bo'lsak, xalq xizmatchisi xalqqa yaxshi xizmat qilish uchun o'ziga dam olishi, o'ziga dam berishi kerak emasmi? To'g'ri aytyapsiz. O'z vaqtida. O'z vaqtida. Chunki bizda har bitta narsa qonunchilikda belgilab qo'yilgan. O'sha siz aytgan narsa ham hammasi mehnat kodeksimizda belgilab qo'yilgan. O'sha mehnat kodeksimizga asosan o'sha belgilangan vaqtda o'zini ishini bajarish kerak deb bilaman. Endi uni kechasiga chaqirib olish degani bu qanchalik to'g'riligini men to'g'ri deb bilmayman. Sababi o'sha o'ziga belgilangan funksional vazifasini bajargandan keyin u xodim chaqirilishiga, ya'ni chaqirib olishimizga ham bormasa kerak deb bilaman. Agar o'zini ishini joyiga qo'ysa, chaqirish yo'q, bezovta qilmaymiz. To'g'risi, mana kechga yaqin hamma o'sha ish vaqti tugagandan keyin bezovta qilmaymiz. Imkon qadar bezovta qilmaymiz, to'g'risi. Tushunarli. Va sizga so'nggi savolimni bersam, bu davlatga va uning xalqiga o'zingizda bor yana nimani bergan bo'lardingiz? Zero vaqtingizni berib bo'ldingiz. Vaqtingizdan tashqari. Vaqtimizni berib, nima deydi, davlatimiz uchun, xalqimiz uchun, yurtimiz uchun rivojlanishida bizga berilgan lavozimdan unumli foydalangan holatda yana xizmat qilishda davom etamiz. Sizga kattakon rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun, e'tibor berganingiz uchun ishlaringizda omad. Rahmat sizga.